hozirgina aynan ko'pchilik tomonidan turning markaziy o'yini sifatida e'tirof etilgan Dinamo va Navbahor jamoalari o'rtasidagi bahs yakuniga yetdi va biroz kutilmagan natija bilan mana shu uchrashuv tugadi. Mehmon maqomida harakat qilgan Timur Kapadze boshchiligidagi lojchilar 2-1 hisobda g'alaba qozonishdi va shu tariqa Timur Kapadze o'zining yangi jamoasidagi debyutini muvaffaqiyatli boshlab oldi. Rasmiy debyutini deylik, chunki shu paytgacha bir nechta nazorat o'yinlari o'tkazildi va ana shu o'yinlarda Timur Kapadze jamoani bosh murabbiy sifatida maydoniga boshlab tushgan edi. Bugun esa aynan rasmiy o'yin bo'lib o'tdi va chiroyli jamoa uchun, ya'ni g'alaba bilan 4-2-1 bu kamtarona hisob bo'lishi mumkin, lekin har holda 3 ochkoni taqdim etgan va chiroyli g'alaba taqdim etgan uchrashuv sifatida demak Navbahor jamoasi tarixida qoladigan bo'ldi. Ekspertimiz Narzulla Saydullayev bilan birgalikda kecha va'da qilganimizdek bugun o'tkazilgan uchrashuvlarni tahlil qilamiz. Demak, dastlab kecha aytilganidek bugungi birinchi turning markaziy o'yini sifatida e'tirof etilgan Dinamo va Navbahor jamoalari bahsiga to'xtalib o'tsak, Navbahor Dinamo uchrashuvi, aniqroq Dinamo Navbahor uchrashuvi Narzulla Saydullayev uchun ham kutilmagan natija bilan yakunlandimi? Albatta shunaqa bo'ldi, chunki ko'pchilik ko'rdi, kecha ham aytdim, Abramov baribir yutib ketsa kerak Kapadzeni shogirdini deb, lekin bugun aksi bo'ldi va bundan xursandman. Nimaga xursandman? Chunki hamma narsani oldindan bilguvchi faqat bitta zot, biz oddiy bandamiz va fikrimizni, taxminimizni bildira olamiz o'yindan avval va u xato bo'lib chiqsa, ba'zida quvonish kerak. Chunki haqiqatan oldindan hamma narsani bilish bu yaxshi emas. To'g'ri. Endi bu oqlash bahona emas. Agar ochig'ini aytganda, Andijondan ham g'alaba kutmagan edim, yirik hisobda yutdi, kutilmaganda men uchun juda ham yirik. Va Navbahordan ham safarda unaqa g'alaba kutmagandim. O'yin Dinamo uchun yaxshi boshlangan edi. Tezkor gol urildi Firdavs Abdurahmonov tomonidan, lekin Navbahor tez o'ziga keldi va penalti orqali, ya'ni penaltini ham adashmasam Zabihullo O'rinboyev ishladi. Jahongir O'rozov siz ketishi kutilgan deyotgan himoyachi shu vaziyatda qo'pollik ishlatdi unga nisbatan va bosh hakam o'sha vaziyatda penalti belgiladi. Penaltini dastlab Adhamzoda to'pni qo'liga olganda, kutilmaganda barcha uchun penalti tepadimi deganda, lekin saytimiz vakillari aytishdi, Kapadze jamoasi Jiyanov penalti tepadi deyilganda, haqiqatan Jiyanov ijro etdi va uni 10 daqiqa ichida 1-1 bo'ldi. Ya'ni 10 daqiqa ichida Samarqand stadionga yig'ilgan muxlislar 2 ta gol ko'rishdi. Bo'ldi, chiroyli gollarga boy o'yin ko'ramiz deb turganda 24-daqiqada burchak to'pidan keyin Vanya Ilich uzatdi adashmasam va keyin o'sha nima deydi, talla to'pmi o'sha shunaqa vaziyatdan keyin yoki Zabihullo yoki o'sha gruziyalik himoyachi gol urdi, lekin protokollarda har holda Zabihullo deyildi. Stop kadrda ham ko'rish mumkin. Zabihulloning oyog'i to'pga tegan. Eng qizig'i o'sha burchak uzatilganda ham O'rozovning boshidan o'tib ketgan, ya'ni anti-qahramon desak bo'ladi. Ya'ni ikkita golda ham deyarli xatolar bor. Ya'ni faqat u emas, boshqalar ham xato qilgan. Ya'ni o'sha O'rozov birinchi penalti qilguncha ham kimdir xato qilgan, yana himoyada, to'g'rimi? Kimdir olib kelgan-ku. To'g'ri. Ya'ni xatolar ketidan xato yuzaga kelaverdi. U vaziyatda ham xato bo'lgan va keyingi himoyachi qaytarib yuborishi mumkin. Ya'ni xatolardan ko'prog'ini baribir O'rozov qildi deb o'ylayman. Keyin ikkinchi taymda biroz sokinlashdi o'yin. Dinamo hujum qildi, baribir mezbon sifatida Yusupov bir necha bor 2-3 marta adashmasam yaxshi seyflar qildi, jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qoldi. Hojimirzaevning zo'r zarbasidan so'ng to'pni qaytardi terma jamoamiz asosiy posboni va nima desa bo'ladi, baribir jarohatdan keyin Yusupovning maydonga qaytib mana shunaqa yaxshi formadaligini ko'rish biz uchun, terma jamoa muxlislari sifatida biz uchun yaxshi yangilik. Ya'ni Yusupov jarohatdan keyin ham o'z formasini yo'qotmabdi, yaxshi formada va bu endi birinchi o'yinligini, rasmiy birinchi o'yinligini his qilganimizda bu bizga yanada ko'proq ishonch bag'ishladi. Ya'ni oldinda yana yarim yil bor va yarim yilda O'tkir Yusupov yanada yaxshi bo'lib, jarohatini umuman unutib, oldingidanda yaxshiroq formaga chiqishini tilab qolamiz. Bu terma jamoa manfaati yo'lida. Dinamoga esa albatta yangi futbolchilar ko'p, yangi legionerlar ko'p. Bugun 4 nafarimi o'ynadi adashmasam. Bir qator futbolchilar kutilmaganda men uchun tushmadi. Masalan, Mauro Brazil, urugvaylik futbolchi tushmadi.
Dramane Salov yo'q edi asosiy tarkibda. Nurulla To'xtasinov yo'q edi. Endi Mirahmadov jarohat olgan. Uni albatta tushmasligi aniq edi. Ulug'bek Hoshimov yo'q edi asosiy tarkibda masalan. Ko'plab futbolchilar yo'q edi, lekin harakat qildi. Ya'ni yangilar bilan eskilarni mix qilgan holatda o'ynatdi. Navbahorda ham deyarli shunaqa holat. Navbahorda ham ko'plab futbolchilar yangi kelgan, yangi jamoa tuzyapti Kapadze ham. Endi nima demoqchiman? Dinamo muxlislariga keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Navbahorga esa yaxshi, chiroyli g'alaba bilan, chiroyli muhim 3 ochko bilan muborakbod etamiz Navbahor muxlislarini ham. Muhim o'yinda g'alaba qozondi. Safarda bo'lib ham shu Dinamo baribir. Bunda olib qarasak, 6 ochkoli o'yin desak ham bo'ladi balki. Keyinchalik turnir jadvali jihatdan balki 6 ochkoli o'yinni yutdi desak bo'ladi. 3 mavsumdan beri ketma-ket Navbahor Dinamo bilan o'ynayotganda ikkitasi Namanganda bo'lganda, bittasida 1-3 hisobida Navbahor yutgan. O'tgan yilgisida 0-0 bo'lgan. Oxirgi daqiqalarda Hoji Mirzayev gol urolmaganda, penaltidan noaniq tepgandi. Bu safar qorani davom etdi Dinamo uchun, ya'ni mavsumni Navbahorga qarshi g'alabasiz boshlash seriyasi Samarqandda ham davom etgani, albatta muxlislarni ranjitgani turgan gap. O'zi Vadim Abramov shu o'yinni 2 marta eslagandi-da. Birinchisi o'sha Toshkentda, Yangi O'zbekistonda o'tkazgan o'quv mashg'ulot yig'inida intervyu olganimizda aytib o'tgandi. O'sha qora bizga yana 3-yil ham Navbahorni taqdim etdi degandi va Turkiyadagi yig'inda ham yana bir eslagandi. Mavsumni yana Navbahorga qarshi boshlaymiz deganda, o'sha Navbahor jamoasi qanaqadir qo'rqinchli tushdi bo'lib qolibdi. Demak 1-2 hisobi Navbahor jamoasi g'alaba qozondi va umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu o'yinga qaysi futbolchini eng yaxshi deyish mumkin? Bu uchrashuvda endi balki ikkitasi. Menimcha ikkitasi desak osonroq, Zabihullo bilan O'tkir Yusupov. Men uchun shunaqa. Chunki Zabihullo baribir shu penalti ishladi, ikkinchi golni urdi, ya'ni bunday olib qarasangiz gol plus pas. O'tkir Yusupov esa jamoasini 3 ochko olishiga katta hissa qo'shganlardan biri. Ya'ni agar u shu seyflarni qilmaganda, o'z vazifasini bajarmaganda, bunday olib qarasangiz o'z darvozabon to'pni qaytarish kerak, uni vazifasi. Maydonga tushgandan keyin shuni qilish kerak. Hujumchi gol urish kerak. Zabihullo urdi. Yusupov ham o'zini ishini qildi va to'plarni qaytardi bir necha bor va ikkalasini qo'shganda ikkalasi 3 ochko keltirdi desak bo'ladi. Shu bois Zabihullo va O'tkir Yusupov. Dinamo Navbahor 1-2, Navbahor muxlislarini, lojilaridan biz tabriklaymiz g'alaba bilan. Va bu mavsumdagi safarda qo'lga kiritilgan birinchi g'alaba. Navbahor birinchi bor safardagi jamoa. Uchrashuvda ham mezbonlar g'alaba qozondi. Ham shunaqa bo'ldi. Kecha uchrashuvda mezbonlar g'alaba qozonishgandi. Gol o'tkazmasdan g'alaba qozongandi. Bugun gol o'tkazishdi, yutishdi mezbonlar ikkitasi, lekin Navbahor faqat safarda yutgan yagona jamoa bo'lib turibdi hozircha. Endi bu vazifani ertaga kim biladi, balki Bunyodkor Xorazm qiyinroq, lekin uddalasa bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, demak 1-2, 2-1 Navbahor g'alabasi. Navbahor muxlislarini tabriklaymiz. Dinamo muxlislariga keyingi o'yinlarda jamoalari ishonchli harakat qilishi va bugungi mag'lubiyat balkim tasodifiy ekanligini isbotlash uchun yaxshi o'yin ko'rsatishlarini tilab qolamiz.